Reynaslarimga salom. Bugun sizlar bilan birgalikda Oqbuloqqa ketamiz. Bu bizning birinchi oilaviy sayohatimiz. Oqbuloq Qirg'iziston tarafida ekan. Biz 4 marta chegaraga o'xshagan narsadan o'tdik. Bizani juda ham tekshirishdi, keyin kirgizishdi. O'zi ham juda ham chiroyli tabiati, zilol suvi. Shu tarafda o'sha bizning internetimiz ishlamay qoldi. Shu payt hayolimga bitta narsa keldi. Kitobim va telefonsiz hayotni tasavvur qildim. Biz manzilga yetib kelganimizdan keyin shunaqa ari inni ko'rdik. Qarang, juda ham chiroyli. Bitta uycha bor ekan va arilar ini. Bitta odamdan so'radim arilar haqida ma'lumot berishlarini va ular yo'q demasdan arilar haqida ma'lumot berdilar. Mana shu to'g'ri narsani qara. Ko'rdingmi buni? Ustiga ham asal yopishtirgan mana asal. Tepasiga asalni ko'rdingmi? Mana. Mana asal ko'rdingmi buni? Mana buni torkani ko'rdingmi? Tabiiy torkan mana bu. Yazık deydi. Yapar litre torkan arı. Endişe. Mana bu şokolade qarı. Seni dünyadagi shokolading dam bo'ladi. Mana buni ishla. Mana buni yeysan endi. Tabiiy tog' asali baribir boshqacha bo'ladi. Asalni qanday ajratishlarini ko'rib chiqdim. Menga ham kiyim berishdi va arilarni ichiga kirdim. Shunaqa qilib videoga oldim. Ari boshida juda ham qo'rqdim, chunki ari chaqib oladi deb o'yladim. Lekin qo'rqmasligim uchun ular shapkalarini yechdilar. Endi shashlik yeymiz deganda arilar bizani talashib boshlashdi. Keyin uyga qaytdik. Obuna bo'lishni unutmanglar.